Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 14-avgust kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjir Pay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjir Pay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 1 AQSh dollari 11.937 so'm 89 tiyin bo'lib 10 so'm 69 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.769 so'm 16 tiyin bo'lib 24 so'm 28 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 141 so'm 76 tiyin bo'lib 2 so'm 53 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 68 tiyin bo'lib o'zgarishsiz qoldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.